Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bizlarda birinchi qor Moskvada xudo xolasa boshlandi. Qor sezoni. Do'stlar, ko'pchilik SMS yozadi WhatsAppdan, Telegramdan. Hozir vaqt yo'q javob berishga. Ishlarim vobshidim ko'p. Shunga uzr so'rayman. WhatsAppga udatam tashladim. Sababi do'stlar, men endi shu texnikalarga dokument olib berishni to'xtatdim. Ofitsialni hozir Amina programma chiqqandan keyin bu narsa qiyin. Do'g'irlab birgan bog'lab bo'lishi mumkin, lekin men to'g'risi shug'ullanmayman hozircha. Shuning uchun shu dokument olaman deb telefon ursangizlar javob bermasligim mumkin. Hozircha shunaqa gaplar do'stlar. Baribir qish ham o'zini yarasha geçti bu bizlarda, qarang. Dahshat prosta. Pagodani ko'ringlar. Wow, prosta güzel. Güzel. Hammaga omad tilaymiz do'stlar. Ishlaringizga barakat bersin. Hozircha xayr.